Hürmetli vatandaşlarım, leksimizi devamlaştırıyoruz. Washington, endiki mavzu Washington. Janubi dengizde bir meydan urush qilishga tayyorlik qilmaydigan bo'lsa, mavzular xabar 1-ayning 13-kuni Fanbet Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi tayinlangan davlat ishlar kotibi Rakis Tillerson haftaning 3-kuni Davlat Majlisining tashqi munosabatlar komitetida guvohlik berganda Jungoning Janubiy dengizda orol xati tashlarini yasaganligi, Rossiyaning Ukrainaning qo'lidan Qrimni tortib olganiga o'xshash bir ish deb ko'rsatgan. Demak, bu qatim vazifaga o'ltirishdan avval davlat ishlar kotibi yangi tayinlangan davlat ishlar kotibi Rakis Tillerson Davlat Majlisi guvohlikda o'tdi. Uning guvohligida o'tgandan keyin Davlat Majlisi bu kishining davlat ishlar kotibi bo'lishini tasdiqlaydi. Shu vaqtda guvohlikda o'tganda nima dedi? Janubiy Jungo dengiz masalasi orollar xati tashlarini yasaganligi Jungoning bu xuddi Rossiyaning Ukrainaning qo'lidan Qrimni yana tortib olgandek bir ish. Hamda Amerika'nın yangi hükümeti Jungo'ga orol yasashni to'xtatish va Janubiy dengizni yasab olgan orollarga yaqinlashmasligi to'g'risida aniq hushyor yetkazadi dedi. To'xta Jungo dedi. Ham bu orollar yasab olgan orollar yaqin kelma dedi. Gap eg'ir bo'lib ketdi-ku, hurmatli vatandoshim. Siz biz kutayotgan gaplar musha emasmidi? Hozir gapning salmig'i bek eg'ir bo'ldi degan gap davlat ishlar kotibi mushundaq dedi, Tillerson dedi. Jungo Janubiy dengizi izchil jonajon manfaatim deb qarab keldi. Aloqador masalalarga qattiq maydon qo'llandi. Jungoning aloqador matbuot yer shari vaqt gazeti obzorida qattiq maydonni oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Amerika urush chaqirmaydi ekan, undaqda Jungoning bu orollarga kirishni chakchab qololmaydi. Yarışar vaqt geçtim deydi, Amerika urush qo'zg'amaydi ekan, undaqsa Jungoning bu orollarga yaqinlab kelishini cheklab qololmaydi. Bu gazet obzorda hatto mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Janubiy dengizining taqdirini belgilaydigan mutlaq kuchi yo'q. Lekin yana bir yadro davlatning o'zining tuprog'idan chekinishga besim ishiltayotir. U mundaq obzorda mundaq deyil. Yarışar gazetida nima deydi? Yadro davlati Jungo'ni o'zidan tuprog'i, demak Janubiy Jungo dengizi o'ziniga kashfiyatga chekinishga Amerika besim ishiltayotir. Washington zo'r ko'lamli bir maydon urush tayyorlik qilmaydiganlar bo'lsin, bundaqda Jungoning bu orollar xati tashlariga yaqinlashni cheklashga urinish bu xuddi kichik bolani oldigandek bir ishlaydi, yarishari vaqt gazeti. Obzorda mundaq deyildi. Belki Prezident Trump texi Oqsaroyga kirmedi. Shunglashqa Beijing Prezident Trump hukumati amaldorlarining g'idiqlash xarakterli so'z iboralariga o'zini tutib olish doirasida muomala qilib keldi deydi Beijing. Degan Prezident Trump texi Oqsaroyga kirmedi. Xitoy o'zini tutib olish shaklida muomala qilib keldi. Yer shari vaqt biz ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Biz Washingtonning xato hukm qilib qolmasligini tahdid solsak, Beijing qo'rqadi deb o'ylab qolmasligini umid qilamiz deydi Yer shari gazetida. Yer shari vaqtida davlat ishlar kotibi Tillersonning orollar va xati tashlar to'g'risida so'zlarini tanqidlab, mas'uliyatsiz to'rbat abonatligi o'xshash fikr qiladi. Agar Prezident Trumpning diplomatiya sohasidagi vakillari Amerika Jungo munosabatiga mushundaq muomala qildigan bo'lsa, undaq ikki taraf dengiz armiya kuchini tezlik bilan kuchaytirib, raketa va har xil zarba berish kuchini saplab bir maydon urushga tayyorlanish kerak. Demak, qo'qqan avval mush ko'taradi deydigan Uyg'urlarning bir turaqliq iborasi bo'ldigan, nima deydi hozir? Dengiz armiyasi tayyorligini qilib, darhol Amerika bilan urush qilishga tayyorlanish kerak deydi. Gazet obzorda gaplarga ulapla Yaponiya, Koreya davlatlari to'g'risida Janubiy dengiz atrofidagi Amerikaga Janubiy dengizda qo'l shumaq bo'ladigan Jungoga harbiy besim ishiltishda istehkom bo'lish rolini o'ynayotgan Yaponiya va Koreyadek davlatlarmi eng yomon oqibatlarga tayyorlanib qo'yish kerak. Voy nimaga qo'y bu? Hozir Janubiy dengizda Amerika bilan erishiman deb, uning sirti Koreya, Yaponiya bu supurib tashlayman dendi nima? Qaltisqa, hey do'stim, bu Jungo degan. Prezident Trumpning Jungo siyosati balki zo'r o'zgarish hosil qildi. Prezident Trumpning Jungo siyosatida balki zo'r o'zgarish hosil bo'ldi. Mavzular xabar 1-ayning 13-kuni Fanbet Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakkes Tillerson ifade bildirish Amerika Jungo siyosatining o'zgarishidan bishorat beramdi. Tillersonning davlat majlisida bildirgan ifodasi Amerikada Jungo siyosatining o'zgarishidan bishorat beramdi. Prezident Trump tayinlagan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakkes Tillerson davlat majlisi senatorlarining guvohlik elishi qatnashganda Janubiy dengiz to'g'risida Jungoga pozitsiya bildirganligiga xalqaro jamiyat atrofli diqqat qilishga boshladi. Davlat ishlar kotibi Tillerson mundaq ko'rsatdi. Biz Jungoga aniq bir uchur yetkazib qo'yaylikki, birinchidan Jungo orol va hada toshlarni yasashni to'xtatish kerak. Ikkinchidan sizlarning bu orol va hada toshlarga yaqinlashishinglarga ruxsat qilinmaydi. Alashar, mana haqiqiy siyosat. Mava yangi saylangan davlat ishlar kotibi Tillerson nima deydi? Orol yasashni to'xtat Janubiy dengiz. Ikkinchisi bu yerga yaqinlashishga bo'lmaydi. İcra qilgan Jungo efendimdi bu siyosatni. Amerika ovozi munda xabar qildi. Davlat ishlar kotibi Tillersonning bu xil siyosiy maydoni Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi siyosati bilan pishibla qolmasdan uning qattiqlik darajasi Prezident Trumpning hamda Jungoga qattiq qo'l muomala qilgan arboblarning qattiqlik darajasidan balqib ketdi. Demek yaqında bir Prezident Trump qattiq qo'llik qilyapti Jungoga, aning atrofida hukumat kabineti qattiq qo'llik qilyapti Jungoga. Hozir davlat ishlar kotibi bo'lib tayinlangan Tillersonning so'zi bularning qattiq qo'l bo'lishidan alqib ketdi. Prezident Trump Aqsaraga kirgandan keyin agar davlat ishlar kotibi Tillersonning bu so'z iboralari harakatga aylanadigan bo'lsa, undaqda Jungoning Janubiy dengizdagi hada toshlar, orollarda elib borgan faoliyatlarini Amerikaning bir taraf qilish usulida zo'r o'zgarish bo'ladiganligidan derak berdi. Balki Amerikaning Jungoning bu orollarga yaqinlab kelishini harbiy kuch bilan to'sib qilishidan derak berdi. Jungoning bu orollarga yaqinlab kelishini Amerikaning harbiy kuch bilan to'sib qilishidan derak berdi. Davlat ishlar kotibi Rakkes Tillerson guvohlik berish yig'inida Jungoning bu orollarga yaqib kelishini qandoq to'sib qoladiganligi to'g'risida yoki mana aytganda chora tadbir to'g'risida bir nima deydi.